Amerika. Ko'pchilik uchun bu go'yoki jannatning yerdagi filiali. Green card, dollarlar va cheksiz imkoniyatlar makoni. Biz yillar davomida bu davlatga maftun bo'lib, ularning yaltiroq hayotiga havas qilib keldik. Lekin bugun biz o'sha mashhur Amerika orzusini pardozini artamiz va uning asl basharasini ko'rsatamiz. Bugungi roligimizda siz Gollivud filmlarida ko'rmaydigan mavzular haqida gaplashamiz. CRUning odamlar ustidagi maxfiy tajribalaridan tortib, tirik zombilar ko'chasigacha, demokratiya niqobi ostidagi qonli urushlardan tortib, legallashtirilgan qullikkacha. Bugun senzura bo'lmaydi, faqat achchiq haqiqat. Tayyor bo'lsangiz, Amerikaning ichki chirigan tizimini fosh qilamiz. Boshladik. Keling, eng muqaddas narsadan, bolalikdan boshlaymiz. Siz Disneyni shunchaki malikalar va shirin ertaklar studiyasi deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Bugungi kunda bu ulkan mafkuraviy qurol. E'tibor berganmisiz? Oxirgi yillarda ularning multfilmlarida LGBT targ'iboti haddan tashqari oshib ketgan. Bu tasodif emas. Disney rahbariyati ochiqchasiga kontentning kamida 50% ozchiliklar, ya'ni LGBT haqida bo'lishini talab qilmoqda. Bu nima degani? Bu sizning farzandlaringizni ongini zaharlash, bizni an'anaviy qadriyatlarimizni chiritish degani. Ular ildizi yo'q, o'zligini unutgan manqurtlarni tarbiyalayapti. Raqamlarga e'tibor bering. Disney kompaniyasining qiymati qariyb 180 milliard dollar. Bu shunchalik katta pulki, ular xohlagan odamini fikrini, xohlagan siyosatchi yoki tanqidchini sotib olishi mumkin. Lekin sotib olib bo'lmaydigan bitta narsa bor. Bu haqiqat. Biz ko'rib turibmiz. Ularning o'sha yaltiroq kamalak rangli bayroqlari ortida oddiy bir maqsad yotibdi. Va u siz va farzandlaringizni uxlashdan oldin nima haqida o'ylashingizni nazorat qilish. Ular sizni ongingizni boshqarmoqchi. Gollivud hech qachon shunchaki san'at bo'lmagan. Bu AQSh Mudofaa vazirligining targ'ibot bo'limi. Agar ssenariyingiz Pentagonga yoqmasa, sizga kino uchun na tank berishadi, na samolyot. Ularning maqsadi Amerika armiyasini xalaskor, qolganlarni esa yovvoyi terrorchi qilib ko'rsatish. Lekin eng iflos narsa parda ortida. Jeffrey Epstein yoki P. Diddy mojarolarini eshitgandirsiz. Agar eshitmagan bo'lsangiz, tepadagi havolaga bosing. Amerika shou biznesining elitasi bolalar savdosi va jirkanch jinoyatlarga botgan. Ular bizga erkinlik va tolerantlikdan dars berishadi. O'zlari esa sahna ortida inson taqdirini oyoq osti qilishadi. Bu orzular fabrikasi emas, bu ma'naviyat qabristoni. Agar Gollivud ongingizni yumshoqlik bilan zaharlasa, AQSh tashqi siyosati demokratiyani bombalar bilan olib keladi. Navbat qonli eksportga. Agar Gollivud shirin qand bo'lsa, Amerika armiyasi bu ulkan qamchi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega Oq uy olib kelayotgan demokratiyadan har doim porx va neft hidi keladi? Iroqqa qarang. 2003-yilda AQSh davlat kotibi BMTda tinmay vahima qilib Saddamda kimyoviy qurol borligini isbotlagan edi. Natijada hech qanday qurol topilmadi, lekin butun boshli davlat vayron qilindi. Turli hisoblarga ko'ra 200 mingdan 1 milliongacha begunoh odam halok bo'ldi. Lekin AQSh maqsadiga erishdi. Neft konlari kerakli korporatsiyalar qo'liga o'tdi. Liviyachi. Bir paytlar Afrikaning eng boy, tibbiyot va ta'lim bepul bo'lgan davlat edi. AQSh u yerga demokratiya yetishmayapti deb qaror qildi. Bugun Liviya ochiq osmon ostidagi qul bozori va terrorchilar makoni. Amerika o'zini qimmatbaho kostyum kiygan ko'cha bezorisidek tutadi. U uyingga bostirib kiradi, seyfingni bo'shatadi, mebellaringni yoqib yuboradi va ketayotib, rahmat aytmasang ham mayli, endi sen ozodsan deydi. Ular buni inson huquqlarini himoya qilish deb atashadi. Aslida esa bu dollar hukmronligini saqlab qolish uchun qilingan qonli biznes. Siz odamlar ustida o'tkazilayotgan dahshatli tajribalar faqat kinolarda yo natsistlarda bo'lgan deb o'ylaysizmi? Marhamat, 50-yillardagi AQShga xush kelibsiz. MK Ultra loyihasi. Bu fitna nazariyasi emas. Bu CRU rasman tan olgan o'z sharmandaligi. Amerika maxsus xizmatlari inson xotirasini o'chirish va ongini boshqarishga urinmoqchi edi.
Ular hech narsadan shubha qilmaydigan o'z fuqarolariga LSD, geroin berishgan, elektroshok bilan qiynashgan va haftalab uxlatmay ruhiyatini sindirishgan. Tajriba quyonchalari kim edi? Mahbuslar, ruhiy kasalxonadagi bemorlar va hatto oddiy talabalar. Sidney Gottlieb ismli olim bo'lgan. Uni tsiruning qora sehrgari deyishgan. U bazmlarda o'z hamkasblarining ichimligiga bildirmay giyohvand moddalarni qo'shib yuborgan. Natijada odamlar derazadan sakrab halok bo'lishgan, aqldan ozishgan. AQShning 80 dan ortiq institut va universitetlari bu qiynoqlarga sherik bo'lgan. Eng dahshatlisi 70-yillarda loyiha yopilganida CRU direktori deyarli barcha hujjatlarni yoqib yuborishni buyurgan. Biz bilganlarimiz bu faqatgina dengizdan tomchi xolos. Ular bizga shaxs erkinligi haqida leksiya o'qiyotgan bir paytda o'zlarini maxsus xizmatlari o'sha shaxsni quloq soladigan zombiga aylantirish ustida ishlagan. Endi tushunyapsizmi, nega ular xalqni uyg'onishidan va savol berishidan shunchalik qo'rqishadi? Agar siz qiynoqlar 70-yillarda tugagan deb o'ylasangiz, ularning turmalariga qarang. AQShda dunyoning istalgan davlatidan ko'ra ko'proq odam qamoqda o'tiribdi. Dunyoning barcha mahbuslarining 20-25% Amerika turmalarida. Buning siri nimada? Amerikada qamoqxonalar bu xususiy biznes. Turmalarga egalik qiladigan va aksiyalari birjada sotiladigan korporatsiyalar bor. Tasavvur qilyapsizmi? Bu ham biznes. Ularga sizni qamoqxonada o'tirishingiz foydali. Mahbus qancha ko'p bo'lsa, davlatdan keladigan pul shuncha ko'p. Amerikada mahbuslar hamma narsani ishlab chiqaradi. Harbiy formadan tortib Boeing zapchastlarigacha. Ularga soatiga 12 sentdan 40 sentgacha pul to'lanishi mumkin. Bu o'rtacha 10 soatda $2 degani. Mardikor bozoridagi akalar bundan 10 baravar ko'p topishadi. Bu qonun bilan niqoblangan haqiqiy qullik. Ular sizni tarbiyalashni emas, sizni umrbod tekinga ishlatishni xohlashadi. Agar siz zombi apokalipsisni faqat kinolarda bo'ladi deb o'ylagan bo'lsangiz, Kensington Avenuesiga xush kelibsiz. Bu yer dekoratsiya emas, bu Amerikaning yirik shaharlaridagi bugungi reallik. Bu holatga qanday kelib qolishdi? Juda oddiy, ochko'zlik. Pure Pharma kabi gigant kompaniyalar yillar davomida shifokorlarni sotib olib, oddiy bel og'rig'iga ham kuchli giyohvandlik moddasi bo'lgan dorilarni yozishgan. Odamlar bir haftada unga bog'lanib qolishgan. Dorilar qimmatlashganda esa sahnaga fentanil chiqdi. Bu zahar geroinga qaraganda 50 baravar kuchliroq. Har yili AQShda giyohvand moddalarining dozasini oshirib yuborishdan 100 mingdan ortiq odam o'lyapti. Tasavvur qiling, har yil xaritada Guliston yoki Navoiydek shahar butunlay yo'q bo'lib ketyapti. Hukumat boshqa davlatlardagi urushlarga trillionlar sarflaydi, lekin o'z ko'chasini bu balchiqdan tozalashni xohlamaydi. Nega? Chunki o'lik yoki karaxt odam siyosat haqida savol bermaydi. Mayli, deylik siz giyohvandlikka chalingan emassiz. Siz halol mehnat qiladigan odamsiz. Xo'sh, Amerika sizni himoya qiladimi? Bu davlatda tibbiyot bu inson huquqi emas, bu boylar uchun imtiyoz. Bir marta tez yordam chaqirish sizga $3000 ga tushishi mumkin. Oddiy ko'richak, ya'ni appenditsit operatsiyasi $30000. Bu bitta operatsiya uchun O'zbekistonda bir xonali uyni pulini berish degani. Bilasizmi, Amerikada odamlar nimaga ko'p bankrot bo'ladi? Qimor, kazinodan emas, balki kasalxona cheklarini to'lay olmagandan. AQShda pullik dekret haqida qonun yo'q. Tug'dingmi? 2 haftadan keyin ishga yugur. Aks holda haydalasan. Ta'tilmi? Yiliga 10 kun bersa bu katta bayram. Odamlar ijara haqqini va sug'urtani to'lash uchun 2-3 ta ishda sog'ligini yo'qotib ishlaydi. Siz aytishingiz mumkin, bizda ham shunday-ku. Balkim shundaydir. Lekin AQShdagilar O'zbekiston ozodligini orzu qilib green card o'ynamaydi-ku. Xullas, mana sizga Amerika ozodligi. Sog'ligidan ayrilguncha ishlash va qarzga botib o'lish erkinligi. Xo'sh, xulosa nima? Bir tomonda yaltiroq Gollivud, kamalak rangli bayroqlar va inson huquqlari haqidagi balandparvoz nutqlar. Ikkinchi tomonda esa vayron qilingan davlatlar, o'z fuqarolari ustidagi maxfiy tajribalar, turma zavodlar va tirik murdalarga to'la ko'chalar.
Bizga yillar davomida Amerikani jannat deb ishontirishdi. Lekin haqiqat shundaki, bu jannat qullik, yolg'on va qarzlar ustiga qurilgan. Ular butun dunyoga axloqdan dars berishadi. Lekin o'zlari farmatsevtika gigantlarining foydasi va navbatdagi qurol shartnomalari orasida axloqni allaqachon unutib bo'lgan. Bu yaltiroq aldov uchun o'zligimizdan, qadriyatlarimizdan va madaniyatlarimizdan kechishga arziydimi? Buni har kim o'zi hal qiladi. Mani vazifam sizlarga yangiliklardan kesib tashlanadigan kadrlarni ko'rsatish edi. Haqiqat har doim achchiq bo'ladi. Xulosa chiqarish esa o'zizdan. Siz bilan Davronov Factor edi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.